Yashab bo'lmay jahonda umring inson, dema o'tgan umringga hech pushaymon. Neki qilmoq istasang yetguncha qudrat, bugun qil, erta bo'lmas balkim imkon. Bular shoir Meri yozgan buni. Endi u Abduloripni endi o'sha yerda ayol endi. Ha, gapiring Farnoji. Qarangki, Taassurotlar. Xudoga ming qatla shukr. Qarangki, siz bilan biz shu xonadonda shu uyni to'rida rovna 2 oy oldin siz bilan suhbatlashib bir she'rxonlik qilib, nihoyatda bir go'zal bir nashidalarni aylab, ko'nglimizni sarafroz aylagan kunlarimiz bo'lgandi. Shunga ham 2 oy bo'libdi. Mana qarangki, bu Akmalxon bolamiz chiroyli tashabbus bilan chiqib, bir xonadonni yetim yesirini, xonadon sohibasi nihoyatda 2-chi guruhga jigar sirrozi bilan Jigarni mazasi yo'q. Mazasi yo'q. Keyin eshitdim. 18 ga kirgan shunday shirindan shakar qizi bor ekanki, juda bunga chiroyli endi qizi bor. ertaga to'y qiladimi, bisot yaratadimi, u qiladimi, hech narsadan yo'q bo'lib turgan paytida Alloh bu kishiga amr qildiki, borib o'sha yerda sababchi bo'ldi. Buni orqasidan biz bu sababchi bo'lib shu yerda mana 20 kundan ortiq ziyod shu yerda xizmatlarni qilib, beminnat Xudoga ming qatla shukr, bir katta ishni do'ndirib qo'ydik. Do'ndirib qo'yib tursak, o'zingiz chaqirib qoldingiz. Bu ishlaringizdan biz juda ko'rib, juda bir xursand bo'ldik. Bizni xonadonimizga yana bir tashrif buyuring. Bizni dasturxonimizdan bahramand bo'ling. Qolaversa bir og'iz chiroyli she'rxonlik qilib, nashidaxonlik qilib, ko'nglingizni bir ovlab, Surxondaryoga kelganingizdan keyin shunday yaxshi xonadonlar borligini siz o'sha yurtga borib, do'stlaringizga, yaxshi insonlaringizga shuni bir nima qilganingizda dilingiz yayrab, shundan bir xulosa chiqarganingizda biz shundan bir xursandmiz degan nuqtai nazar bilan shu xonadonda o'tiribmiz. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Hammamiz Xudoga ming qatla shukr, qarilik baxtini chiroylik asta-asta ko'rib turibmiz. Xudoga ming qatla shukr. Kunlarimiz yaxshi, hech kamligimiz yo'q. Farzandlarimiz hammalar aql xushlik, insofli, diyonatlik, o'z ishlarini topib, bizlar endi bularga tog' bo'lib, ularni haqqiga duo qilib, o'shalarning soyida davlatida murgozorlik qilib turibmiz. O'shaning uchun endi so'z navbatini sizga beray, kim bir chiroyli bir sharafli so'zlar bilan, she'riy so'zlar bilan bir davom etsangiz, biz ko'nglimiz tog' xursand bo'lgan bo'lardik. Hop. Mana Alisher Navoiyni eshitgansiz. Faqatki bizni shoir emas. Albatta. U progressiv g'oyalarni, mana insoniylik g'oyalarini ulug'lagan odam, payg'ambar darajasidagi odam. Shunday. U odamni aqli yetmagan narsa qolmagan. Hatto uylanmagan, oila qurmagan, bola chaqali bo'lganda bolam chaqamni xalqqa buncha xizmat qilolmas edi. Shuning uchun o'z manfaatidan xalq manfaatini ustun qo'ygan. U aytadi-ku, Ka'bani borib obod qilishdan ko'ra bir ko'ngli buzuqni ko'nglini shod aylan. Shunda bir yaxshilik qilgin, o'sha ancha borkim Ka'ba obod aylagay deydi. Rahmat. Mana ko'rdingizmi? Siz mana endi hajga, umraga bordingiz. Yana kelib mana shu yoshingizda shunaqa qilib masalan yurish va hammani qo'ldan ham kelmaydi endi. Rahmat. Bizlar endi ota-bobolarimiz ulug' odamlar bo'lgan. Jahonga ilm, ma'rifat tarqatgan. Amin. Mana Buxoriylar, mana Zamaxshariylar, Marg'iloniylar. Zamaxshariy bo'lmasa dedilar kim? Arab grammatikasi bo'lmasdi degan bir katta bir haliga o'qimasdan gapiriladi. Mana Boburlar, qarang, o'z yurtimizdan chiqib Andijonga sig'masdan o'sha payt ham odamni ko'rolmaslik, hojitaxt, mol-mulk mana kimga qoldi? 47 yoshda olamdan o'tdi. Lekin inson
uzoq umr ko'rishi bilan emas, qoldirgan ishlari bilan qadrlanadi. Qarang, bo'lmasa bironta u bosqinchilik qilib borgandan u yerda madaniyatiga yo'q qilmadi, odamlarni nima qilmadi. To'g'ri, o'sha Ibrohim Ludiyni shu jangda vafot etdi. Onasi Bayda uni zaharladi. Hech qaysi ona o'zini o'g'lini o'ldirgan kishi bilan do'st bo'lmasligini isbotladi Bayda. U o'ldirsa ham bo'ladi hukmronlik qilib. Lekin bu dedi qiynalib bo'lsin, shunday bir suvsiz sohillarga olib borib tashlangki, qiynalib ochgan. Chunki o'sha povurlarda oldi. O'g'lining davriga qanday yashagan bo'lsa, undan ziyod sharoit yaratib berdi. Lekin baribir ham onani do'st qila olmadi. Chunki uning tanasidan bo'lgan odam u jangda o'lgandi, Bobur o'ldirmagan bo'lsa. Mana shuning uchun yana mana ko'rasiz, mana Zahiriddin Muhammad borib, mana o'z yurtiga siqqandaydi, toji mahallar o'zimizda qurilgan bo'lardi. Rahmat. Toji mahallar o'zimizda qurilgan bo'lardi. Hozir ham o'sha Hindiston, Pokiston, islom olami Zahiriddin Muhammad Boburni o'sha qilib ketgan nimasi butun yer yuzida odamlar borib tomosha qiladilar. Kim bu? O'zbeklar, Amir Temur avlodi. Ana shunday. Shuning uchun mana bir she'r bor Abdulla Orifda, geniy shoir. Biz uni qadriga yetmadik. Bizda odamlarimiz tirikligida sen yaxshisan, mana shu ishlarni qilyapsan deb men yuzingizga aytyapman-ku. Ko'p odamlar sizga ba'zan nima bilan qaraydi? Qaraydi misol, qayerlardan keldi, nima qilib yuribdi? U ya har xil odamlar saviyasi bo'ladi-da. Rahmat. Har xil saviyali odamlar bo'ladi. Lekin oxiratda har kim o'zi ana yoqqa javobini o'zi beradi, Alloh. Biz bu yerga faloncha yaxshi, u bu deyilganni Alloh yaxshi deydi. Amin. Alloh yaxshi desin. O'shuning uchun Abdulla Orif. Mana Abdulla Orifni ham, Erkin Vohidni ham qadriga yetmadik. O'lgandan keyin unday, bunday deb mana Muhammad Yusufni ham. Shu odam borki, odamga qandaydir dushmanda. Mana 5 qo'l barobar emas-da endi misol. Qarang, mana Abdulla Orifov bir she'ri bor. Men ham yashayapman o'z zamonimda deydi. Davrimdan qayga ham tushardim yiroq. Va lekin bilmadim mening qonimda qaysi bir bobomning xislati ko'proq. Amin. O'tgan barcha ajdodlar, ruhlar kimni avlodidan bilmaymiz. Albatta. Hali she'r davomida bu keladi. Barchaga barobar meros bu bashar. Otadan qoshi ko'zni olgan o'g'ildek. Bilmadim qonimda qay ajdod yashar. Balki bobo kayfi, balki ulug'bek. Tunlar qulog'imga chalinar elas. Tunlar qulog'imga chalinar elas. Tulporlar kishnashi, otlar gurrosi, balki muqanna bu qahramon. Balki muqanna bu tinib tinchimas, balki Panipatda Bobur urfosi. Panipat jangi. Balki tanglayimni ko'tarib ketgan darbadar bir oshiq va yo sarbador, balki biror bobom shohonshoh o'tgan. Balki vujudimda darvesh qoni bor. Amin. Men yaxshi anglayman mozi ne demak. Albatta. Tarixda har kimning bor o'z zamoni. Shunday. Lekin tanamizda kezar ku beshak olis bobolarning 1000 yillik turfa qoni. Ko'rdingizmi? Mana tarixda bitta she'riy yo'l bilan qay darajada mujassam kelib qo'ydi. Mana endi bizda bitta odamlarimiz yaxshi xulosa chiqarish kerak. Dunyoga hammamiz g'animat, musofir, o'tkinchi dunyo ekanligini bilamiz. Lekin kimdir o'zini boylikka uradi, kimdir mansabga uradi, kimdir mashina olsam qimmatbaho, kimdir pulim ko'p bo'lsa, mana shu narsalar o'ylaydi. Lekin ana yoqqa ko'tarib ketadi, nimani ko'tarib ketamiz bu yoqqa? Amin. O'zimiz bilan nimani? Mana xotini mana 10 yillar bo'ldi, ikkalamizga kafanliklarni mana olib qo'ydi. Mana tepangizda turgan ikkalamizni mana shu mana gilam, ko'rpa, mana satillar, mana bu yoqqa turibdi, avtobalar. Odam
tayyorgarlik ko'rish kerak. Haqiqat. Bu dunyo mayli, bu pessimist bo'lib nima qil, lekin inson hamma narsaga tayyor turishi kerak. Payg'ambar yoshda o'tdim masalan, xotinim 70 da, o'zim 75 da. Mana Xudoyim 4 o'g'il, 2 qiz, mana 22 ta nevara, 15 ta chevarani berdi. Mana 2023-yilda Xudoning Allohning uylariga borib yig'lab keldik. U yerda faqat iymonsiz odam yig'lamaydi. Inson yangi tug'ilganda, chaqaloqda yangi kelarkanda, nomay a'moliga yangi sahifa ochilar ekan. Agarda shunday kirdikorlarni boshladigan 2 hissa, 3 hissa haligi butun nimalarga, nomay a'mollarga katta xatoliklarni katta yozilar ekan. Halollik bilan nima qilsa, orqasidagi barcha nimalar qolib, yangi toza bir sahifadagi boshlanar ekan. Mana endi hammamiz ham Xudo bilan bizga, mana hozir men sizga bir she'r aytaman. Mana shu she'rda hammasi mujassam. Biz asli Buxorolikmiz. Bobomiz Buxorodan kelib, Bog'cha Sangardakka elni begi bo'lib 40 ta o'g'il qiz ko'rgan. Bobom 4 ta xotini bo'lgan. 4 ta. 4-chi nimasi bizda. Bobomning bitta singlisi bo'lgan. 3 aka uka kelgan bog'chada shu yerda. Buxoro amirligi Soliq to'rakaldan. Bobomning bitta Gulbibi degan singlilari bor ekan, mana ularning momasi. Bu bilmaydi hali. Mana Mulla Xushvaqt buva degan, quloq soling. Shu lahjada bor ekansiz. Bu birinchi marta eshityapti. Mulla Xushvaqt buva degan mana shu qishloqqa bir 2 ta 3 ta xotin olgan mulla og'ayimiz bor edi. O'zlari meni chaqirib institut bitirib kelganman. Endi biz o'gay otamiz biz bilan turardi, keyin isga chaqirib kelardim. Meni bilasiz, meni bir asr o'tganmi, 50 yil, 60 yil o'tgandi bormi. Meni buvangiz meni tog'am bo'ladi. Buvangizni bitta singillari bor edi, Gulbi kampir. Men qizimni otini Gulbibi qo'yganman. Mana uni momasi. Mana onasini onasi. Gulbi kampirni qizini o'g'liman derdilar. O'g'lini emas, qizini. Meni tog'am bo'ladi buvangiz derdilar. Bizning avlodlarimiz ana shunday ulug' Buxorodan kelgan, o'ta dindor. Meni otam ham taqvodor sufi bo'lgan. Sufi degani masjidga azon aytuvchi, yuragini Allohga bergan. Otam yagona Qur'on asosida ish ko'rgan. Amin. 63 yoshda vafot etgan. 2 ta ayollari bor ekan. Katta ayollari ana o'sha siz uy qurib bergan o'sha opamizning nevarasi. Keyin ikkalasi ham tojik millatiga mansub bo'lgan. Bizda onamiz ham Nelu degan tog'dan. Bu mehmon bo'lib keladi onamiz, turmush o'rtog'idan ajralib. Keyin shu ayolni olib bergin deydi. Mana 2 ta o'g'limiz bordi. Birovi tom kurayman deb beli sinib 9 kun o'tib vafot etgan. Birovi urushga bedarak yo'qolgan akam. Fotiha qilingan ekan ammamizning qizi. Keyin xotira kitobida yozilgan. Qiz bolalarda duo Fotiha qilgani ota-onaga bormaydi. Menga o'g'il kerak, shu 2 tug'adigan ayol kerak desa, shu xish bo'lib kelgan mehmonga kelgan meni onamni nikohlab otamga olib bergan. Keyin biz 2 kishi tug'ilganmiz. Akam 49-yil, mana ortig'ining tog'asining qo'shnisi. Keyin men 51-yil tug'ilganman. Men 2 yoshimda, akam 4 yoshida, 63 yosh payg'ambar yoshida otam vafot etgan. Biz otamizni esda olmaymiz. Shuning uchun ham men ota desa, ona desa yig'layman. Mana shunday bir she'r borku. Derazamning ostida tongda sayragan qushsiz masmu ota. Yo to'nimga ko'klam mozorda yopishgan gul siz masmu ota. Ne yillar kim dunyoda yo'qsiz. Yuragimga bitgan armonsiz. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'qim sho'ximni. Men ham yoshim o'tgani sayin, boshimga oq tushgani sayin, otam deya erka o'g'limni yupataman o'zim ko'nglimni. Derazamning ostida tongda sayragan qushsiz masmu ota. Yo to'nimga ko'klam mazorda yopishgan gul siz masmu otadi. Bu Azimullaxonov Farhod Rahmatovaning o'g'li aytadi-ku, oq yaktakda eliga ketma. Endi aytaman deb turuvdi. Ajab, ajab. Shunday. Mana shuning uchun ota, ona bizni dunyoga keltirgan. Masalan, men bo'lishim mumkin. Lekin men uchun ona. Amin.
haq. Hayot. Balkim uni peshonasida shu narsa yozilgandir. Lekin u ona ota. Farzand ona otani tanlashga haqqi yo'q. U Alloh tomonidan yaratiladi. Juda chiroyli aytdingiz. Ba'zilar otasidan nomus qilib yonimga yurmang, onasini yonimga yurmang. Men o'zimni raisi o'ldi tanishtirganman, bunday deb shu ko'p gap so'zlar studentlar vaqtida bo'lganda. Bo'lgan. Shuning uchun odam men aytamanki, qani meni otam invalid bo'lsa, oyog'i kesilgan bo'lsa, ko'zlarida yiring oqib bir tomni burchagiga yotgan bo'lsa-ki, shu odam meni otam ekan deb shu otamni didoridan to'yib, men shu odam tanasidan, vujudidan bo'lgan ekanman deb ko'nglim men dunyoga kelib topsa, faqat armonim ota mehrini bilmasligim. Mana 5 ta farzandni o'stirdingiz. Sovuq bo'lsa, ustida ko'rpa ochilgan bo'lsa tashladingiz. Non yemagan bo'lsangiz, shu bolam yesin deb men to'qman oldiga qo'ydingiz. Uylantirdingiz, joylantirdingiz, kelin qildingiz, yaxshi yemay, ichmay, bolalarim vaqtiga uylantiray, yo uy solib beray, mana qiyinchilik ko'rmasin deb ota-ona qanday nima? Men mana shu narsalarni ko'rmaganman. Onamiz ham ota, onamiz ham ota-ona bo'lib o'gay otani qo'lga olsanmiz, juda shirin so'zni go'dayman deng. Ota-onam yo'qligi uchun deng. Shundayda u odam 8 ta xotin aydagan ekan. Mana ikkita ukamizni bu biladi, mana Shokir bilan Qur'onni. Mana shunday bo'lgan. Chunki onamiz tojik millatiga mansub. Endi otamiz mana Elbegining o'g'li. Mana Buxorolik bizlar. Mana shu qishloq hammasi otamni aka ukalarini farzandlari, begonasi yo'q. Rahmat. Mana bu hozir birinchi marta eshittiribdim menga hech ekanligini. Shuna. Nihoyatda xursand bo'lyapti. Tarixni odam o'zini qavmini, avlodini bilish kerak odam. Buni momasini otasi mani nimamni jiyani, buvomni mana singlisini qizini o'g'li tog'a bo'ladi. O'shalar. Misolda endi shuning uchun bir urug'da yaxshisi ham bo'ladi, yomoni ham bo'ladi, lekin burun sassiqda uni kesib tashlamaydilar. Hech yoqqa nima qilolmaysiz, iloji yo'q. Misolda mana qishloqda aybdorlari ham bor, boshqasi ham bor, lekin baribir aytdim-ku, hech nima qilish shu atmosferada yashayapti. Mana Erkin Vohidovning bir she'ri bor, qarang. Ey men bilgan bilmagan dunyo, zarradan to koinot qadar, zarradan ham ayon ham tilsimot qadar aql bovar qilmagan dunyo, men ham sendan bir qism bo'lib hayotni Alloh yaratgan. His, idrok, jon va jism bo'lib yaralibman, yashamoqdaman. Oqar ekan tiriklik daryo, hayot bilan goh qirg'oqdaman, xayol bilan goh to'lqin aro. Kuylamoqning zavqi ham yashash, o'ylamoqning zavqi ham yashash. Qay bir chin hayot bilmasman. Elga ochdim quchoqlarimni, yelga sochdim xush choqlarimni, lekin tungi qiynoqlarimni hech kimsaga hadya qilmayman. Qilmasman. Shunda bir sirlar bo'ladiki, o'zingiz bilan olib ketasiz. O'zingiz bilan olib ketasiz, uni hammaga ham aytmaysiz. Har bir odamni odamni shunday yaratadiki, ba'zan odamni o'zining xarakteri odamning o'ziga yoqmaydi. Lekin boshqacha odam bo'la olmaydi. Chunki nasl shunda, hayot shunda qurilgan, shunda yaratilib qolgan. Bu nimadan, qobig'idan qondan o'tgan, gendan o'tgan. Mana shu nasab gendan o'tish ham juda katta nima bo'ladi-da. Mashrabdan bir chiroyli bir nashida aylab bir xonish qilib bersangizchi. Shuncha chiroyli go'zal she'riyatning eng yuqori nimalarini eshitganimizda. She'rni aytaymi? Nazm qilib qo'ying. Bir chiroyli o'sha. Endi mashrabdan ko'p qo'shiqlar bor, hozir endi meni amlarda aytkim kelmay qolgan, eskirgan. Borini, lekin hammasi yaxshi. Fuzulidanmi? Yo'q, Fuzuli ham bor. Nimadanmi? Navoiydanmi? Bir ko'prik aytaverishi mumkin. Masalan, mashrabda endi malaksan yo bashar yo huru g'ulmonsan bilib bo'lmas.
bu lutfu, bu nazokat birlar sendan ayrilib bo'lmas degan bir qo'shiqlari ham bor. Yoki yorga yetar kun bormi yorollar. Mana bu yerda nima bor? Endi vaqtiga ko'p g'aflatda yotgan u ilohiy odam bo'lgan. Albatta. U mashrab, u ilohiy odam bo'lgan. U oddiy odam emas. U odam endi uni har bir asarlari o'sha muhabbat haqida yozgandan Allohga bag'ishlangan. Allohga asarlar. Allohga bag'ishlangan u asarlar uni. Har bitta she'rlarda Allohni vasf etganlar. Shunday. Fuzuliyni Ozarbayjon shoiri sizga aytay. Ozarbayjon shoiri mana bu she'rlari bor. G'amzasin sevding ko'ngil joning kerakmas Musanga Tiga urding jismi uryoning kerakmas Musanga u oxirida u man esimda keladi, u doim aytib yurgan qo'shiqlarim u daftaringiz qayerda? Yo'q, mana bu yerda turibdi u. Bir qarash, bitta so'z esingizga kelmasa uni bu yog'i ulanib kelmaydi-da. Nima menga taklifi bor, bog'bon bo'ldi gulbargi xandoning kerak. Oxirida u Fuzuli, mayli undan boshqa ham nimalarimiz ko'p. Mayli hali uni ham olib kelaman u. Nimani ham uni ungacha ham hali nimamiz ko'p. Mana sizga men o'sha mehmonlaringizga ana u she'rni o'qidim. Ashuna. Mana uni qo'shiq ham qilib aytiladi. Mana do'stim havolanib ketma o'zingdan. Tog'larni ham boshini eggan dunyo bu. Azim daryolarni yutib qa'riga bir tomchi qoldirmay yutgan dunyo bu. Odam ato momolarni yaratib, jannatdan joy berib mehrin qaratib, so'ngra har yeru har yonga otib, sarsonu sargardon etgan dunyo bu. Kimlar yetolmayin orzu havasga, kimlar bir umr notavon xasta. Mol-u davlat berib ba'zi nokasga, nokaslarni ko'zga surtgan dunyo bu. Kimlarni yayratib eram bog'ida, kimlarni kuydirib farzand dog'ida, kimlarni o'ldirib yoshlik chog'ida murod maqsadiga yetgan dunyo bu. Hoji berilmagin kibru havoga, manmanlik yarashar yolg'iz Xudoga. Vafo qilmay Muhammad Mustafoga, uni ham qa'riga olgan dunyo bu deydi. Ana endi buni nazmiga aylantiradi. Do'stim havolanib ketma o'zingdan, tog'larni ham boshin ekkan dunyo bu. Azim daryolarni yutib qa'riga bir tomchi qoldirmay yutgan dunyo. Odam ato momolarni yaratib, jannatdan joy berib mehrin qaratib, so'ngra har yeru har yonga tib, sarsonu sargardon etgan dunyo bu. Kimlar yetolmayin orzu havasga, kimlar bir umr notavon xasta. Mol-u davlat berib ba'zi
nokasga nokaslarni ko'zga sutgan dunyo bu. Molu davlat berib ba'zin nomardga nomardlarni ko'zga sutgan dunyo. Kimlarni yayratib yer bog'ida, kimlarni kuydirib farzand dog'ida, kimlarni o'ldirib yoshlik chog'ida, murod maqsadga yetgan dunyo bu. Kimlar yetolmayin orzu havasga, kimlar bir umr notavon xasta, molu davlat berib ba'zi nokaslarni ko'zga surtgan dunyo. Hoji berilmagin kibru havoga, manmanlik yarashar yolg'iz Xudoga. Vafo qilmay Muhammad Mustafoga, uni ham qariga olgan dunyo. Do'stim havolanib ketmay o'zingdan, tog'larni ham boshin ekkan dunyo bu. Mana ancha paytlar bo'lib ketgan bunaqa qo'shiqlar eshitmay. Bunaqa bo'lmagan. Sarafroz ayladingiz, qalblarimizni nihoyatda mujgonga keltirdingiz. Rahmat. Endi bu so'z sehrida, mana she'rni aytasiz, she'r bu ohangga, navoga u yana ham boshqacha odamga ta'sir qiladi endi. Masalan, bir obraz yaratasiz-da, bir paytda o'ziga bir boshqacha masalan bir qo'shiq aytasiz, boshqa bir narsa ko'z oldingizda gavdalanadi, misol. Shunday bo'ladi. Masalan, mana Tanovarni aytsangiz, boshqacha bir hayot ko'z oldingizga keladi. Yoki boshqa mana endi Muqimiy, Furqa, Chusti bular endi sizlarda endi u Mashrab, endi Namangan, endi ular Sobir Abdulloh deysizmi? Ikkalalar juda bir endi bu o'sha Sobir Abdulloh bilan Chusti domlalar o'sha mashrablarni, Navoiylarni, Furqatlarni, Xazini domlalarni shu oxirgi yetalab kelib shu Abdulla Orif bilan Erkin Vohidovga topshirib ketishdi. To'g'ri, shunday. Bag'in tortadigan odam ko'rmayapmiz. Yo, boru endi. Hozir odamlar sal adabiyot nimadan cheklanishdi. Yaxshi yozadiganlar bor. Bor mana hozir Xurshid Davron, Botirxon Ergashev bor. Bilasizlar? Albatta. Mana ana qoriga she'rda yozib berdi-ku, bu Xudoga malomatdir. Ana o'sha yozganda. Hozir Ana shuni aytib bering, uni bilan. Men uni yoddan bilmayman, lekin zo'r aytgan. Uni o'rgataman. Garni olsa Xudoga bu malomatdir. Shu Botirxon Ergashev shunaqa yaxshi, mana Mahmud Toyir degan bir nima borlar. Uni ham mana ayollarga bag'ishlangan bir zo'r she'r bor, mana sizga aytib beraman. Tomirimni tirnar ko'hna savollar, Mahmud Toyir aytadi. Yuragimda gullar shirin xayollar. Ey siz o'zbekoyim oftob jamollar, men oftobga alishmagan ayollar. Millatning ertasi, millatning nasli, siz atir nafasli, siz rayhon sasli. Ketmas bo'lib kelgan bahor siz asli, men oftobga alishmagan ayollar. Sizlar borsiz so'zimizda sado bor. Amin. Sizlar borsiz ishq ahlida gado bor. Bali.
Sizlar borsiz ming bir dardga davo bor. Yashang. Men oftobga alishmagan ayollar, men sizga yetguncha yo'lim gullaydi. Men sizga gul tutsam, qo'lim gullaydi. Poyingizda o'lsam, o'lim gullaydi. Men oftobga alishmagan ayollar, qarang, ayollarni qanday Har bir satida nihoyatda bir ruhiy taskinlik bor. Nihoyatda. Odamni yuragini jiz etadigan. yoki mana Sirojiddin Saidni mana ayollar bir mat etgan bir she'ri bor. O'g'il farzandlar ulug' bo'ladi-ku, mana to'ylar qilgan o'g'il ko'rsam, to'ylar qilsam, do'st birodarlarim aytsam, o'zbekning eng yaxshi kuni bir hisobotda to'y bo'ladi-da. Mana qarang, Sirojiddin Said shu odamni farzandi yo'q bechorani. Lekin uni yozgan she'rlarini qarang. Qalbida shuni yaratadi-da. Uksik qalbdan shunday bitta qizni boqib olib taqaverdi. Mana qarang. Mana ayollarni sizga degan bir she'r, choyni ichib bemaylman. Sizga degan bir she'ri bor. Hovlingizdan sharqiragan soy o'tsa, yelkangizdan quyosh o'tsa, oy o'tsa, ayollarga aytgan. Qoshlaringiz mangu kamon yoy o'tsa, sarv yanglig, bilasizdan tik ko'rsatadi. Sarv yanglig adil qolsa bo'yingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz, ayollarga aytgan. Bor yulduzlar sizga xizmat qilsalar, ummonlar ham siz deb qurib to'lsalar, gullar sizdan rangi iffor olsalar, chaman bo'lsa yurgan ko'cha kuyingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz. Sevinch bilan ochilsalar eshiklar, uyingizni tor aylasa beshiklar, yangrasalar armon bo'lgan qo'shiqlar, qiqirlasa ko'rgan o'g'il qizingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz. Qalb tubidagi og'ir nimalarni, yillar qaro zulfingizni qulf etib, ayolga aytgan. Yelib tursa husningizni mulk etib, saodat va malohatni ko'rk etib, sarg'aymasa hargiz rangi ro'yingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz. Do'stlar kelib ul kun bag'rim tilsalar, bo'g'zim yulib andin bir nay qilsalar, hammalari qatorlashib chalsalar, ovozalar bo'lsa o'g'il to'yingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz deydi. Qarang, ayollar naqadar qalbidan bilib topib nima qiladi-da. Odamlarning qalbidagi o'ksik joylarini qalbda taruzdan tamarruzlagan oilalar. Shunaqa she'rlar, ana sizlar eshitgansizlar, bizlarda endi ancha-muncha bu hozirgi shoirlarda bunaqa she'rlar kamdan kam bo'lsa ham balkim men o'qimagandirman. Bu she'rlarni eshitib boshqacha bo'lyapman, lekin oke. Boshqacha ketaman. Hozir taruz. Endi bu adabiyot, she'riyat, bu olam hammani endi yetaklaydi. Mana Usmon Nosir qarang. 25 yoshda shu she'rni yozgan. Qiynalib o'ldi nimalarda. Qarang, yurak sensan mening sozim, tilimni nayga jo'r etdin, ko'zimga oyni berkitding. O 25 yoshida yurak sensan ishqibozim, senga tor keldi bu ko'krak. Sevinching toshdi qirg'oqdan, tilim charchar ajab gohi seni tarjima qilmoqdan. Sen ey o'ynoqi dilbar, zafardan yoringni izla, to'lib qayna, toshib o'yna, tirikman kuyla boringni. itoat et agar sendan, vatan rozi emas bo'lsa, yoril chaqmoqqa aylan sen, yorilmayli tamom o'lsam deydi. Mani ko'nglim ko'taryapti-da. Usmon Nosir asl tavallud topgan Namanganda, qarang. Charlab mani ko'nglim otani qo'lida, o'gay otani qo'qonlik o'gay otani qo'lida katta bo'lgan. Mana O'tkir Rashidning xotini Nodira Rashidova jiyani, opasi nima O'tkir Rashid degan nima bor.
Endi bitta chiroyli yana bir ashuladan bir nima qilaylik. Boshlardan lekin ham keltirib qo'yib. Mayli, endi men hozir o'sha nimani olib kelib aytsam ham bo'ladi. Mayli. Daftar olaylik yo'qsa. Daftar olaylik. Yo, mayli, daftar yo shunday ham aytaveraman. Endi bir yengilroq hazm qiladigan qo'shiqlar kerakda. Siz g'amga botma. Shu qo'shiqlar uncha eshitaman, uncha aytib kelmaydi. Og'irroqdan bittasiga nimalarni aytaman. Xalqimiz, obunachilarimiz shunday mushtoq. Xalq kuylari yaxshi. Xalq kuylari hozir azon aytib nima qilsinki aytamiz. Xalq kuylarida yaratilgan qo'shiqlar hech odamni nima qilmaydi. Yo'q. Chunki dadga urmaydi ular. Bu ham bir maqol singari charxlanib, charxlanib xalqqa o'zi yetib kelganda o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mana oddiy mana muhabbat haqida daryo to'lqin suvlar toshqin o'tolmayman otim ariq manzilimga yetolmayman otginamni oriq qilgan o'lmaydi toshi ranginamni samoq qilgan shul qalam qoshi ukajonim quralay ko'zimi bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz daryolarning gul yuzida uylaringiz oqarishib ko'rinadi bo'ylaringiz ipdanmidi ipakmidi kiyganingiz bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz ukajonim quralay ko'zimi bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz daryolardan o'tar edim manzilimga yetar edim oh netay men sevsam ul sevmasay sho'rlik boshim olib qaylagan ketarman oh ukajonim quralay ko'zimi bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz bizlardan ham ortiqmidi sevganingiz bular xalq kuylari bular mazmuniga katta nima yotadi hech kimni badiga urmaydi masalan mana sizga hozir yana bitta choy bitta nimani aytaman u xalq kuylari asosidagi bu qo'shiqlar odam badiga urmaydi mana hozir bu ham muhabbat haqida u san'atkor muhabbat haqida qo'shiq aytgan bilan o odamlar orzusini aytadi u mana yosh keksa bo'lib muhabbat haqida qo'shiq aytyapti deyishim yo'q to'g'ri yo'q mana shuning uchun ham mana Orif Al-Maqsumov o'g'li bor Nosir Al-Maqsumov chiroyli bir qo'shiq aytgan xalqona ohangda hozir men aytaman Kamoliddin Rahimov ham aytgan qarang namanganlik mana qarang ul yor qo'lida ko'za suv olar ko'zin suzay aman yor ul yor qo'lida ko'za suv olar ko'zin suzay aman yor
Ko'p vaqt bo'ldi sirimni aytolmayman shu qizga aman yor. Ko'p vaqt bo'ldi sirimni aytolmayman shu qizga aman yor. Çeşme bo'yida bir gul shoxida sayrar bulbul. O'zgaga ko'nglim tortmaydir, qora ko'z bilmem kimdir aman yor. O'zgaga ko'nglim tortmaydir, qora ko'z bilmem kimdir aman yor. Çeşme bo'yiga dildor men boraman bo'lib zor yorayim. Ayb etmangiz ko'rganlar, ishq degan bor har joyda aman yor. Ayb etmangiz ko'rganlar, ishq degan bor har joyda aman yor. Ul yor qo'lida ko'za suv olar ko'zin suzay aman yor. Yetişmek kun yaqindir, ko'nglim sevgan o'shal qizga aman yor. Yetişmek kun yaqindir, ko'nglim sevgan o'shal qizga aman yor. Aman yor, aman yor. Endi bular xalq kuylari asosida yozilgan. Aytganlarini Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Endi mana Ha. misol mana hali mana sevara bir qo'shiq bor buni. Bog'da bulbul sayraydi, chaman ichra. Shom bo'lganga o'xshaydi, chaman ichra. Yuragim jig'illaydi, chaman ichra. Yor kelganga o'xshaydi, chaman ichra. Yor kelganga o'xshaydi, chaman ichra. Qizil gulning tagida chaman ichra. Yor seni ko'rib qoldim, chaman ichra. Ko'rmasam bo'lar ekan, chaman ichra, bog' ichra. İşqingda kuyib qoldim, chaman ichra. İşqingda kuyib qoldim, chaman ichra. Gul uzganim yo'q yerda, chaman ichra. Toldirding bilagimni, chaman ichra.
bu qo'shiqlarda Chaman ichram aytolmayman o'zingga chaman ichra bog' ichra yolg'izligim bilindi chaman ichra insof bersin o'zingga chaman ichra deb mana oddiygina xalqona qo'shiqlar bular. Bular rahmatiga olgan komil yashir bilan juda chiroyli bir Men kechirishdi. hali biroz ovozim charchagan, nasib bo'lsa agar Namanganga borib qolsam, Amin. u yerda boshqacha ton, boshqacha manzarani ko'rasiz. Albatta, albatta. Inshaalloh.